reaktivniy poliartrit deb qo'ygan tashxis doktor. Zirqiraydi yelkam, bo'g'imlarim. Ertalab Tylenol ichaman, ular Tylenolni biz paracetamolmiz. Kechqurun yotishda yana Tylenol ichaman, yotaman. Keyin Instagramda noziman. Qarasam kollagen ketyapti bo'g'imlar orig'iga degan narsani bitta reklamada eshitganman xolos, bo'g'imlar orig'iga. Kollagenda 10 talikni zakaz qilganman, qani ichib ko'raychi deb. Jon holat, og'riq poliartritni og'rig'ini poliartrit bilan og'riganlar biladi xolos. 3-kundan turib, bolalarimga yaxshi zavtrak tayyorlashni boshladim. Keyin 4-kundan muzikalar qo'yib o'ynashni boshladim. Deyman, hayot go'zalmi cho'ta deyman. Keyin o'sha 5-kundan menda o'sha ginekologik muammolarim yaxshilandi. O'sha paytda biluronda skidka bo'lib, biluronda tarkibini o'sha imенно sustavlar uchun deyotgan eshitdimda, o'sha keyin biluronga urdim. Biluron zakaz qildim. Biluron zakaz qilayotgan paytim o'sha korolga sekin kirib keldimda, bular chatlarni eshitsam, detoks bilan boshlash kerak deydi. O'sha shu bilan keyin detoksga o'tdim. Yig'laman, Xudoga shukr qilib yig'laganman. Shu dardga shifo borligiga shukr qilib yig'laganman.